Abdumita, doim videolaringizda maqtaydigan Mix Burgerdagi 35 millik set shu joymi? Bilmaysizmi batta? Qarang, bu menga qiziqda. 35 millik set uchun ishlashadi xolosmi 24 soat? Yo'q, batta har xil setlarni hozir sizga bitta yangilik ko'rsataymi? Yangilik qilishga. Ha, yuring ko'rsataman. Bo'ldi, ketdik. Uni ichida go'sht rosa ko'p ekan. Ishqilib go'shti ishonchlimi? Go'shti bexizolat, mol go'shtida bo'lgan. Buni narxini bilasizmi? 35 mingmi? 35 mingdan qarang, sizga aytadigan bo'lsam, bu fantasi shetda kelib ichadigan bo'lsa mutlaqo bepul, keyin friga bepul, sho'rmasi, undan tashqari bu bardak choy deyiladi. Bu turetskiy choy. Buchi? Ha, bunisi dastlabkiga boradi. Ha, bu bormaydi. Ha, bu bormaydi, bu boradi dastlabkiga 35 ming so'm, shetda kelib yeydigan bo'lsangiz, alohida turetskiy choyi bor. U ham bepul. 35 ming so'm mana shu narsa. Qarang, yangi setimiz shu bo'ladi. Oldin lavash setimizni ham ko'rgansiz, to'g'rimi? Qarang, bu setimiz 25 ming so'm. Buning ichida nima bor? Buning ichida sosiskasi bor, 3 ta sosiska bo'ladi. Fantasi, o'sha kolasi bepul, friga bepul, yana o'sha turetskiy choyi bepul. O'sha 25 ming so'm bo'ladi. Shunda dastlabkiga bu Pepsi'miz boradi. Bu 25 ming, bu 35 ming. 35 ming. Jami bo'lib 60 ming so'mga bemalol qorin to'yadi. Dastlabki xizmat 3 kilometrgacha mutlaqo bepul. Tanishlarimiz olib kelsak-chi? Tanishlaringiz olib kelsangiz ham 35 ming. Yo'q, bizga qanaqadir bonus bor, mana obunachilarim kelsa. Siz kelsa, shunaqa nomidan keldi deysiz, xudo xohlasa, mana shu barda choy bor, mutlaqo bepul xohlagancha ichib ketishadi. Xohlasa bitta chaynada, bitta chaynada, ikkita chaynada, ikkita chaynada ichib ketishadi. Bo'ldi hisob. Sog' bo'ling, do'stlar, dastlabki 3 kilometrgacha mutlaqo bepul. Biz xudo xohlasa bitta komanda bo'ldik. Sog' bo'ling.